Bu Premier avtomobili. Bu mashinga ko'pchilik propan qo'ysa foyda qilamanmi deb hisob-kitob qilib bering deb savol berishadi. Shu haqida bugun to'liq ma'lumot beramiz. Ahamiyat berib qo'ysa kalkulyatorlar. O'rtacha 6000 so'mdan propan qo'yadigan bo'lsangiz, ko'paytiramiz 40 ta propan. O 40 ta propan bilan bu avtomobilda 240 ming so'm pul bo'ladi. Bemalol 300 dan oshiq kilometraj yurishingiz mumkin. Endi agarda siz benzinda yuraman deydigan bo'lsangiz, kamida 400 ming so'm xarajat qilasiz. Bir, ikkinchidan propanni kuchini hayotda siz quygan benzin bera olmaydi. Faqatgina bu avtomobilga siz tanlovda to'g'ri qilishingiz kerak. Zapchasti idealnisini yig'siz, shu holatda propan idealni yuradi. Xo'p, bu avtomobilimizga eng ko'p qo'yilgan miyamizdan biri hozirgi vaqtga Alex Block upravleniyasi. Ya'ni buni poddelka variant chiqmagan, bemalol qo'ysalaring bo'ladi. Va XB original reduktor. Ahamiyat berib bu Nordic emas, Nordicdan kuchli bo'lgan reduktor va original xomitlar va Barracuda eng qimmat bo'lgan farsunkalardan foydalanyapmiz. Bilasizlar, bizlarda sifat doim foydadan ustun. 24 ga 7 har qanday turdagi avtomobillarga kafolati bilan propan va metan uстановка qilib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. Agarda siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga super chegirmamiz amal qilib qoladi. Ulgurib qoladigan joyi 24 ga 7 obuna bo'ling.